Transport vazirligi va bojxona qo'mitasi hamkorligida Toshkent viloyatidagi Yallama chegara bojxona posti hududida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etildi. Unda ishtirokchilarga bojxona terminalining zamonaviy transport logistika infratuzilmasi, chegara orqali yuk va transport vositalarining harakati hamda bojxona nazoratini tashkil etish jarayonlari atroflicha tanishtirildi. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda xalqaro yuk tashish hajmi 19.1% ga oshib, 58.9 million tonnani tashkil etdi. So'nggi 5 yilda esa xalqaro yuk tashish hajmi o'rtacha 9% ga o'sdi. Xususan, temir yo'l transportida yuk tashish hajmi 17% ga, avtomobil transportida esa 2.2 barobarga ortdi. Shu bilan birga Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Afg'oniston yo'nalishlarida yuk oqimi ham sezilarli darajada ko'paydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mavjud salohiyat O'zbekistonga kelgusida yiliga qo'shimcha 15-20 million tonnagacha xalqaro tranzit yuklarni jalb etish imkonini beradi. Shu maqsadda E-logistika raqamli platformasi ishga tushirilib, yuk tashish jarayonlari va logistika xizmatlari bosqichma-bosqich to'liq raqamlashtirilmoqda. Ana shunday islohotlarning natijalari Toshkent viloyatidagi Yallama chegara bojxona posti hududida joylashgan zamonaviy bojxona terminali faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Respublikaning chegaradosh hududlarida tashkil etilishi belgilab olingan alohida loyihalar mavjud. Transport logistika markazlari bo'yicha bojxona rasmiylashtiruvlarini yanada tezlashtirish masalasida one stop tamoyili asosida bojxona o'tkazish punktlari faoliyatini qo'shni davlatlar bilan birgalikda yagona o'tkazish joylarida tashkil etish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Ushbu tizim ishga tushishi natijasida chegara o'tkazish vaqtlari 2 barobar qisqaradi. Shuningdek, og'ir vaznli yuk transport vositalarini shahar ichki qismlariga kirishini oldini oladi. Press-tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari terminalning transport logistika infratuzilmasi, yuk avtomobillarini qabul qilish va rasmiylashtirish jarayonlari, elektron navbat tizimi hamda bojxona nazoratining zamonaviy mexanizmlari bilan yaqindan tanishtirildi. Chegara bojxona postlarida fuqarolarning qizil va yashil yo'laklarga tushishi haqida eshitgan edik. Endilikda yuk avtotransport vositalari ham ayni yo'laklarga bo'linayotgan ekan. Chegara bojxona postlarimizda avtotransport vositalarining demak yashil va qizil yo'lak orqali harakatlanishi bu nima degani? Buning uchun birinchi galda mana shu eng muhim o'tkazish punktlarimizga zamonaviy skaner qurilmalari o'rnatildiki, yengil mashinalar ham, avtobuslar ham, yuk mashinalari ham rentgen qurilmalari orqali bojxona ko'rigidan o'tgandan keyin bevosita mana shu avtotransport vositasi bilan bog'liq barcha ma'lumotlar bazada qayd etiladi va tizimning o'zi ushbu avtotransport vositasi yashil yo'lakka o'tishini yoki qizil yo'lakka o'tishini yo'naltiradi. Va eng katta yangilik shuki, mana prezidentimiz joriy yildagi farmonlari bilan 1-martdan boshlab yukini O'zbekistonga kirgan zahoti chegarani o'zida rasmiylashtiradigan bo'lsa, marhamat bojxona yig'imlaridan 2 barobargacha chegirma berilyapti. Shuni alohida ta'kidlash joizki, xalqaro tashuvlarda faoliyat yuritayotgan milliy avtotashuvchilarimiz soni joriy yilning 6 oylik davrining o'zida 2263 taga yetdi va bu ko'rsatkich 5 yil avval 1441 taga teng edi. O'zbekistonning xalqaro yuk tashuvlarida faoliyat yuritayotgan mahalliy tashuvchilarimizning ulushi 55% ga yetmoqda va bu bizni ushbu ko'rsatkichni maksimal darajada yuqorilashimizga undaydi.